buyuk so'z san'atkorlari tarixning tub burilish nuqtalarida millatni birlashtiruvchi, ruhan yuksaltiruvchi, badiiy so'zga kuchli ehtiyoj tug'ilgan paytda dunyoga keladi. Buyuk o'zbek shoiri, mutafakkir, davlat arbobi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy 1441-yilning 9-fevralida Hirot shahrida tug'ilgan. Navoiyning bolaligi Shohrux Mirzo hukmronligining so'nggi yillariga to'g'ri kelgan. U bo'lajak podshoh Husayn Barqaror bilan birga tarbiyalangan. Butun turk dunyosi Alisher Navoiyni Shamsul millat, millat quyoshi deb barcha davrlarda e'zoz bilan tilga oladi. Butun umrini turkiy til mavqeini kuchaytirish, turkiy adabiyot imkoniyatlarini dunyoga tan oldirish, turkiy davlatchilik asoslarini mustahkamlashga, jamiyatda haqiqat va adolat mezonlarini qaror topishiga bobokalonimiz bunday e'tirofga to'la to'kis munosib va haqlidir. Alisher Navoiy ijodiga nazar tashlasak, she'riyatning 16 xil janrda ijod qilganligiga guvoh bo'lamiz. G'azal, ruboiy, muhammas, musaddas, musallam va hokazo. Hech bir shoir Alisher Navoiychalik ushbu janrlarda ijod qilmagan. Alisher Navoiy ulug' bobomiz o'zbek tili imkoniyatlari bilan cheklanibgina qolmay, balki fors, arab, turk tillarida ham samarali ijod qilishgan. O'tkir Hoshimov bu borada quyidagilarni qayd etgan. Olimlar hisoblab chiqishgan. Pushkin o'z asarlarida 21197 ta betakror so'z ishlatgan. Shekspir salkam 20 mingta, Cervantes 18 mingtaga yaqin. Alisher Navoiy esa 26093 ta betakror so'z ishlatgan. Buyuk bobokalonimiz faqatgina turkiy emas, forsiy, arabiy, urdu, xitoy, mo'g'ul va boshqa tillardagi so'zlardan ham mahorat bilan foydalanganlar. Kecha kelgumdur debonul sarvi gulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otquncha uyqu kelmadi. Lahza lahza chiqdimu, chekdim yo'lida intizor, keldi jon og'zimga-yu, ul shuhbatxo kelmadi. Oraziydek oydin erkonda gar etdi ehtiyot, ro'zg'orimdek ham ulg'onda qorong'u kelmadi. Ul parivash hajridan kim, yig'ladim devonavor, kimsa bormu kim anga, ko'rganda kulgu kelmadi. Ko'zlaringdan necha suv kelgaydi bulturmay meni, kim bori qonerda kelgan bu kecha suv kelmadi. Tolibi sodiq topilmas yo'qsa kim qo'ydi qadam, yo'lga kim avval qadam ma'shuqa o'tiruv kelmadi. Ey Navoiy boda birla, hurram et ko'ngling uyun, ne uchun kim boda kelgan, uyga qayg'u kelmadi. Biz Alisher Navoiyni mutafakkir shoir deb ulug'laymiz. Mutafakkir so'zining ma'nosi tafakkur sohibi, keng va chuqur falsafiy mushohada yuritish salohiyatiga ega bo'lgan kishi degani. Bu ish har qanday iqtidorli qalam ahlining ham qo'lidan kelavermaydi. Shuning uchun ham dunyoda shoir va yozuvchi ko'p o'tgan bo'lsa-da, juda oz qismigina bu sharafli nomga loyiq ko'rilgan. Ko'rgali husningni zoru, mubtalo bo'ldim sanga. Ne baloliq kun edikim, oshno bo'ldim sanga. Har necha dedimki, kun kundun uzay sendin kangul. Vaqtki kun kundun batarak, mubtalo bo'ldim sanga.